Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana bizga mana shunday M1100 printerda mana shu shestrinasi mana shunday bo'lib singan holatda kelgan. Buni men mana o'rnatishga harakatda bu ancha ochib, hamma yo'g'ini tayyorlab qo'ydim. Mana bu ko'rayotgan bo'lsangiz, ana shu yerga temir qatirib qo'ydim hozir. Temir emas, ingichka bolt. Endi bu bolt shunday bo'ladiki, mana uni ichiga tushadigan bo'ladi mana. Shuni ichiga tushadigan bo'ladi-da. Keyin buni o'rniga qizdirib, ozgina yopishtirib olgandan keyin mana bunday abakulayni tayyorlaysiz. Abakulayni tayyorlaganingizdan keyin buni mana shu joyga mana unga surkab, mana unga surkaysiz. Surkaganingizdan keyin buni o'rniga mana o'zini nimasi bor, ramkasi bor. Mana shu ramkani joyiga qo'ysangiz mana shunday bo'lib tushadi bu. Bu mana yerdagi teshigi mana shu teshik o'sha narsani ushlab turadi, mana shu narsa. Endi ushlab turgandan keyin u sentrubkasini o'zi to'g'rilab oladi. Qatmasdan oldin qo'yib qo'yishlaring kerak. Faqat oldin ungacha yechib olasiz. Men nima bo'lganini bilmasdan turib yechyapman. Yechib olishda syomka qilmaganman, videoga olmaganman. Mana endi hozir abakulayni tayyorlab qo'ydim. Buni surkab olganimdan keyin videoni davom etkazamiz. Tayyorlab olay kliklarni hozir. Mana shunday holatda mana tayyorlab olasiz-da. Xo'p, mana shunday qilib biz hozir ustaxonamga yorug'lik yetishmayapti. Mana shuni mana o'rniga qo'yib oldik-da. Hozirgi paytda bu qatishga harakat qilayotgan paytida qatmasdan oldin ustidagi krishkasini qo'yib olamiz-da. Mana shunday qilib, mana hali shestrinlar qo'yilgani yo'q. Mana shestrinlar hali turibdi. Krishkasini qo'yib qo'yasiz. Bu qotguncha bir yarim soat atrofida vaqt ketadi abakulayni qotishiga. Endi ungacha buni olib qo'yib qo'yasiz-da. Bu turadi, shundaycha turadi. Xudo xolasa. Buni yechib olishni bilasizlar. Mana motorlari, mana shu yerdan ehtiyot bo'lib yechib olasizlar. Mana bunday nasoslari bor. Nasoslarini yechib olganlaringdan keyin buni nima qilinadi? Shestrinasini o'qi qatiriladi. Ana undan keyin hali buni qatgandan keyin mana uni yechib olamizda. Baqa yechib olganimizdan keyin tagidagisi qatib qo'ygan bo'ladi. O'zi kley yopishib qo'ygan bo'ladi. Ana undan keyin uni shestrindan joyiga qo'yib ishlatishimiz mumkin. Davomini keyin qo'yaman. Mana endi sekin mana shu krishkasini yechib olamiz. Ana bizda o'rnashtirgan joyimiz zo'r bo'ldi, Xudoga shukr. Ana endi bunga ozgina mana shunaqa bir hozir sizga ko'rsataman. Shunday oddimga vazelin ham bo'laveradi. Mana shuni vazelinni siqib chiqarasiz, ozgina qo'lga tekkizdirib, mana bunga surkab qo'ysangiz, bu nimasi ham bo'laveradi, vazelinni o'zi ham. Agar imkoniyat bo'lsa, bunga shunaqa bir narsalarni bunga surkab qo'ysangiz, endi har qalay nimasi yaxshi bo'ladi demoqchiman. Yana endi Xudo xolasa mana shu shestrinlarni, mana shu shestrinlarni mana hamma ochganingizda ko'rinadi. Asosan ko'proq shular sinishni boshlaydi-da. Bu joyda shu ko'p sinadi mana. Shundoq qilasiz, inshaalloh Xudo xohlasa
o'z o'rnini topdi. Endi buni mana shunday bo'ladi. Endi buni xudo xolasa mana bu sizga ko'rsatgan haligi M1100 Epson bu. Epson. Mana shunday holatda yechib olganmiz buni. Endi buni siz ko'rsatib, sizga ishlashlarini ham ko'rsatib qo'yaman.